Hammaga salom, men ismim Husan Muqimov, urbanist, injener loyihalovchi. Siz meni YouTube kanalimdasiz. Bugun biz siz bilan Braziliya davlati poytaxti Braziliya shahri haqida gaplashamiz. Biz umuman Braziliya deganda ko'pincha futbol yoki Rio de Janeyroda bo'lib o'tadigan karnavalni ko'z oldimizga keltiramiz. Lekin biz arxitektorlar, urbanistlar uchun Braziliya shahri, ya'ni davlat poytaxti o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ya'ni modernizm uslubidagi binolar yoki shaharsozlik yo'nalishidagi yangi shahar qurilishi, loyihalanishi haqida ko'p o'rganamiz va qanday bo'lish yoki bo'lmasligi haqida analizlar qilamiz. Bugun biz shu shahar haqida gaplashamiz. Siz esa like bosing, share qiling, ketdik. Braziliya shahri bu Braziliya davlati poytaxti bo'lib, bu shaharni ratsional rivojlantirish timsoli hisoblanadi. Shahar 1956-yil Le Corbusierning shogirdi Lucio Costa va Oscar Niemeyer tomonidan loyihalangan va qurilish ishlari boshlangan. Asosiy g'oya o'shanda Braziliya davlati poytaxti bo'lgan Rio de Janeyrodan markazga ko'chirish bo'lgan va shaharni noldan qurishgan. Yangi shahar o'rni bo'sh plato va har xil tushshoba kolonial klassik arxitekturadan xoli hudud bo'lgan. Bu toza futuristik shahar. Aslida poytaxtni ko'chirish g'oyasi 1827-yil imperator maslahatchisi Jose Bonifacio'da bo'lgan. Hatto shaharning rejasi ham bo'lgan, lekin amalga oshmay qolgan. Shaharni landshaft arxitektori Jose Burle Marquez uchayotgan samolyot yoki qush kabi ifodalagan deyishadi. Agar biz shaharni rejasiga qaraydigan bo'lsak, samolyotning fuzyulaj qismida vazirlik idoralar joylashgan bo'lib, qanot qismida esa vazirlik idoralari xodimlari uchun kvartira va hududlarga mo'ljallangan bo'lgan. Lekin bu katta hududlar piyodalar uchun mo'ljallanmagan, balki avtomobillar bilan bog'lanish imkoniyatiga yo'naltirilgan. Buni aslida tushunsa bo'ladi, chunki shaharni loyihalagan va qurgan arxitektor shaharsozlar Le Corbusierning shogirdi hisoblanadi. Le Corbusier esa kelajak shaharlari avtomobillarga moslashgan bo'lishi kerak degan g'oyada bo'lgan. Mutaxassislarning fikricha, Braziliyani umuman shahar deb bo'lmaydi, chunki unda antropomorfik tarkibiy qismlar yo'q. Ya'ni odamlar piyoda ofisga, ko'chaga chiqishmaydi. Ko'chalarda chiqindilar yo'q. Aksincha bu shaharni ofislar klasteri deyish mumkin. Braziliya shahar masshtabida odamlar uchun mo'ljallanmagan. Agar biz an'anaviy shaharlarni ko'radigan bo'lsak, shahar hududi bo'ylab har xil turdagi binolarni sochilgan, yoyilgan holatini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni har xil funksional vazifaga ega bo'lgan binolar shahar hududida joylashgan bo'ladi. Braziliyada esa bu narsani ko'rish imkoni yo'q. Braziliya shahrida esa bu barchasi boshqa komponentlar asosida qurilgan. Ya'ni monumental o'q sharqdan g'arbga va turar joy uylar shimoldan janubga. Bu nima degani? Bu degani bitta o'qda faqat monumental binolar joylashgan bo'lsa, ikkinchi o'qda faqat turar joy binolari joylashgan. Biz bilamizki, urbanistikaning asoslaridan biri bu hududlar aralash, mixed use zone deydi inglizchada, aralash binolardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, an'anaviy shaharlar kabi. Monumental o'qda vazirliklar, idoralar, televideniya, radio binolari, milliy kongress binolari joylashgan. Turar joy o'qda esa asosan turar joy o'z nomi bilan ta'lim, din va shunga o'xshagan binolarga bag'ishlangan. Ya'ni shahar ikkiga ajralib qolgan. Odatdagi shahar hayotini shahar markazidan tashqarida ko'rish mumkin. Shaharni loyihalashda shahar evolyutsiyasi hisobga olinmagan deyishadi. Shahar 500 ming aholiga mo'ljallangan bo'lib loyihalangan. Hozirda esa 2,5 million aholi yashaydi. Uy joyni faqat boylar sotib olishi mumkin. Kambag'al aholi esa yo'ldosh shaharlarda yoki yana turshobalarda yashashga majbur. Shahar urbanistika nuqtai nazari bo'yicha umuman olganda asosan avtomobillarga bog'liq bo'lganligi uchun shaharda jamoat transporti yaxshi rivojlanmaganligi uchun shaharda uzundan uzun turnaqator tirbandliklar paydo bo'ladi. Shu bilan birga shahar ekologiyasi ham buziladi. Maydonlarning kengligi, piyoda aholiga mo'ljallanmaganligi bu shaharni ko'rkamligini yo'qotadi va umuman shahar odam faoliyati, hayoti uchun mo'ljallanmaganligini ko'rsatadi. Lekin shu bilan birga Oscar Niemeyerning
arxitekturaviy mo'jizalari, modernistik arxitekturaning pioneri Braziliyaning manzarasini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Uning jasur va futuristik loyihalari Milliy kongress binosi, Braziliya kafedral sabori va Alvarado saroyi kabi mashhur inshootlarda kuzatilishi mumkin. Har bir bino bu shakl va funksiyaning tantanasi bo'lib, Nimeraning arxitektura normalarini kengaytirishga intilishini namoyish etadi. O'zining modernistik arxitekturasi uchun 1987-yil Braziliya shahri, butun shahar UNESCO madaniy meros ro'yxatiga kiritiladi. Tasavvur qiling, butun shahar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Braziliya bu modernizm va zamonaviy arxitektura timsoli hisoblanadi. Lekin shu bilan birga urbanistik eksperimentlar odam ehtiyojini qanday inobatga olmasligining yaqqol namunasidir. Shahar ma'muriy markaz bo'lib kelmoqda, lekin urbanistik nuqtai nazardan tanqid qilinadi va modernizatsiyaga muhtoj bo'lib qolmoqda. Braziliya shahri haqida urbanistlar orasida ko'p va xo'p gapiriladi, ilmiy ishlar qilinadi. Lekin men videomiz oxirida Lucia Costa shu Braziliya shahrini loyihalagan odamning so'zlari bilan yakunlamoqchiman. Agar sizda allaqachon fikrlar va taraflarning g'oyalari mavjud bo'lsa, Braziliyaga tashrif buyurmasligingiz kerak. O'rningizda qoling. Kim nima desa, Braziliya bu mo'jiza. Lucia Costa. Menga yoqdi bu gap. Ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar, Braziliyani borib ko'rib kelishimiz kerak. Menda ham shunaqa niyat bor, xudo xolasa. Siz esa like bosing, izohlarda qoldiring. Nima deysiz Braziliya shahridagi modernizm binolari haqida?